Hammaga mangu 3-turnirda men katta davom etmoqda. Abdurahmat aka, assalomu alaykum. Yana bor ko'rganimizda xursandmiz. Abdurahmat aka, mana men katta Amirxon Alixo'jayev va chiroyli tarzda g'alaba qozondi va mangu professional ligasida Jasur akaning shogirdlari Murod Legion Oqtepada va o'zingizni grappling yo'nalishida ustozlik qilasiz. Kurash, grappling, ana shunaqa MMA-da. Abdurahmat aka, shu mana shu mangu haqida va Amirxonning g'alabasida biroz fikrlaringizni aytib o'tsangiz aka. Hozir Amirxonni bu kurash nimasini ozgina qo'shildi. Hozir hamma misol uchun o'qidik, o'zi ham o'qidi, biz ham o'qidik. Negativlar barbasi yo'q yoki stoykada. Oldingi nimasida ham, bo'yida ham u yaxshi bo'y boshlagandi. O'zi bunaqa joyda tegib qoldi. Qattiq mana shu miyasiga tegdi. U yerda nima qilish emas. Hammada bo'lishi mumkin. Chempion, o'zi chempionida ham bo'lishi mumkin. Buni biz hozirgi asosiy nimamiz o'ziga ishonch, awarenessni oshirib olish kerak edi. Yutish uchun bu yerda biz qaysi usul, xola nokaut, xola kurashda submission, xola bo'g'iq farqi yo'q. O'shanga ishladik. Mana maktabimiz Oqtepada, Jasur Alijonovning maktabida bizda boks, kickboks, kurash, mana o'zimiz o'rtoq Murodjon birga ishladik. Bu ham grappling hammasi qo'shilib, ko'proq mehnat qilindi, o'z ustida ishladi. Bu misol uchun choy mag'lubiyatdan keyin bir xillar ancha dam olishadi. Bu o'zi kuch topa bildida, nima desa bo'ladi. Chiqib o'zini mashg'ulotlarni oradan bir uzoq bo'lmasa 20 kundan keyin, uzoq bir oydan keyin boshlab o'zi mana toqqa bordik, tog'da zborlar qildik. Asosan kurash nimalarini qo'ydik. Hammasiga xudo xolasa bularda qo'l oyoqlari juda yaxshi. Asosan shu yetkazib olishimiz kerak kurashlarni. Kurash, grappling, mana shu narsalarni qo'yishga harakat qildik. Va hozir mana ko'rdik, bu eronlik ham o'zi kurashchiga o'xshaydi, nima ko'proq ishlaydi. Lekin mana shu o'ziga unga kurash ham qo'shdi, ham o'zining zarbasi bilan yiqitdi. Ikkalasini ham qo'shdi. Mana bu Jasur akaning zaldagi qancha murabbiylari bor. Misol uchun stoykada va kurashda ham har xil yo'nalishlari, ustozlari bor. Misol uchun mana shu yaxshi zalda bayslar urishadi, ham yutqizadi. Endi yutqizgan taraflarmi Jasur akaning sportchilari va o'sha Oqtepa va Murod degan bolalarda kurash yo'q. Asosan stoyk udarning bolalar ko'p ekan deb o'ylashadi. Endi misol uchun murabbiy sifatida aytsangiz, mana bu bolalar qanaqa misol uchun Ramazon Temur UFC'da jang qiladi. Zashtalari kuchli udarda jang qiladi va o'zingiz biroz fikrlaysiz, siz shunaqa muxlislarga. Hozir mayli hamma o'zining fikrini yozadi, lekin kurash bular oldin ham bo'lmagan emas. Deyilmaydi unaqa, bo'lgan, kurash bo'lgan, stoykalari juda zo'r bo'lgani uchun bular kurash yo'q deb o'ylashadi. Kurash bo'lgan. Hozir yana sababini qilib, ozgina kerakli joylarga qo'shdik. Ramazon hozir UFC'da nima uchun o'xshaydi? Hamma tomonlama, u qo'l oyog'i birinchi o'rinda bo'lsa, kurashi ham kuchli. Zashtasi ham kuchli. Yotqizsa turib ketadi. O'zi ushlasa o'zi ham yiqitadi, birasi qiladi. O'sha usullarda ishlandi. Hamma har kun kurashadi. Uning ukasi Shohjahon ham ancha kurashini yetkazib olgan. Hozir mana ular Tailandda xudo xohlasa tayyorlanishyapti. Nimaga? UFC'ga, Abu Dhabiga. Shunga biz nima deymiz? Murabbiylar bu yerda xudoga shukr, mana hammamiz inoqlik bo'lishga harakat qilib, o'sha narsani yetkazib, misol uchun hamma tomonlama bu yerda MMA-da bu sotib yo kurash, yo qo'l oyoq emas, yo grappling emas. Hammasini MMA aralash jang. O'shaning uchun hammasini birga olib borishga harakat qilyapti. Shu bolalar hammasi quloq soladi, hammasi nima deydi, aytganini qiladi. Xudo xolasa o'sha bitta Ramazon emas, bundan tashqari yana ko'proq o'sha nimadan chiqarish. Men yana bitta maslahat berardim, boshqa klublar bo'ladi-yu, masalan, Cowboy boy aytdi, Cowboy klubi, Fight baza, boshqa yana yaxshi bor O'zbekistonda. Yig'ilib ora-orada bir oyda bir yo haftada bir marta kelib sparring, kurash, mana shunaqalar yo'lga qo'yishimiz kerak. Chunki boya aytib o'tgan, har bitta zalda misol uchun 3 ta 4 ta yaxshi bola bor. Eng zo'rlari bor. Har bitta zalda. Biz bu Oqtepada ko'proqdir yo Kudako'da yo nimada. O'sish uchun u zo'r bolalar bilan ham sparring, mana yengil sparring, chiqib urush emas, sparring yengil. Chunki boshqa musobaqalarga chetga borganda yoki Rising bo'ladi, UFC, AC bo'ladi.
o'shalarda keyin o'zini bemalol his qiladida, chunki opit oshadi. Juda ko'p bo'ladi. Atrofdagi vaqt ajratganingiz va bir qancha ma'lumotlar berib o'tganingizga kattakon rahmat aka. Salomat bo'lasizlar. Yana shunaqa chempionlar chiqarishingizda davom ettirishingizga tilab qolamiz aka. Kattakon rahmat. Salomat bo'ling.